Xullas, bu yog'iga endi Husanov hozir terma jamoamizning eng katta yulduziga aylanyapti. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, uning fonida qandaydir Eldor Shomurodov ham anchagina porlab ketdi. Roma safiga sig'mayotgan, qaysi klubga sotishni yoki berib yuborishni ham ko'zlayotgan Roma oxir-oqibat shu bitta Yevropa Ligasi o'yiniga tushirdi. Shomurodovni gol urdi, keyin yana gollar urdi. Xullas, asosiy tarkibga ham deyarli kirib oldi va ancha o'yinni qaytdi. Bu ham aynan Eldorga ham motivatsiya bo'lgandek ko'rindi. Har holda Eldor ham va Husanov ham fevral oyida o'zining klubining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu ham o'ylashimcha katta yutuq bo'lsa kerak. Biz jahon chempionatiga kamida 2 o'rin bilan chiqamiz. Va meni eng qiziqtirayotgan narsa Kapadze buni ochiq oladi. Undan keyin nima bo'ladi? Kapadzening hozirgi tajribasi undan keyin bizga nima bera oladi? Shu narsa menga qiziq. Oxirida o'ylagan qahramon bo'la olmaydi deydi-ku. Endi muhimi biz uchun hozir baribir jahon chempionatiga chiqish, to'g'rimi? Undan keyingi o'yinlar hali bizda unaqa jarayon bo'lmagan. Bo'lsa qanday bo'lar ekan? U endi keyingi masala nazarimda. Shunaqa deyman, lekin muxlislardan bir so'rab ko'rish kerak. Bir paytlar Trinidad va Tobago degan jamoa jahon chempionatida o'ynagan. Birinchi oxirgi marta bo'lganmi shu? Trinidad va Tobago degan jamoa jahon chempionatida o'ynagan. Bu shunchaki jahon chempionatiga chiqish kerak degan maqsadda emas, jahon chempionatida ham munosib ishtirok etish uchun harakat qilinishi kerak bo'lgan.